Dunyoga do'st bo'lish. Vaqtni bekorchi suhbatlar bilan o'tkazishni yaxshi ko'rish ham nafs kasalliklaridan hisoblanadi. Muolaja uslubi. Inson bir kun kelib befoyda suhbatlar bilan vaqtini o'tkazgan, do'stlari uni tark etishini unutmasligi lozim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Huzurimga Jabroil alayhissalom kelib bunday dedi: Ey Muhammad, xohlaganingizcha yashang, baribir bir kuni vafot etasiz. Istagan kishingizni yaxshi ko'ring, baribir bir kuni undan ajralasiz. Xohlagan narsangizga amal qiling, baribir o'sha bajargan ishingizga mukofot yoki jazo olasiz. Bilingki, mo'minning sharafi kechasini ba'zisida ibodat ila bedor qolishidadir. Azizligi esa odamlardan hech narsa so'ramasdan behojat bo'lishidadir. Imom Bayhaqiy rivoyati. Abul Qosim Ishoq ibn Muhammad ibn Ismoil Hakim Samarqandiy rahimahulloh aytadi: Do'stlik adovatga aylanadi agar unda samimiyat bo'lmasa. Boylik baxtsizlik keltiradi agar unda kambag'allarning haqqi ado etilmasa. Abul Abbos Sahl ibn Sa'd as-Saudi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib: "Ya Allohning rasuli, men shunday bir amalga dalolat qilingki, agar uni qilsam, Alloh ham, odamlar ham meni yaxshi ko'rsin" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Dunyodan yuz o'gir. Alloh seni sevadi. Odamlarning qo'lidagi narsadan yuz o'gir, odamlar seni yaxshi ko'radi" dedilar. Ibn Mojah rivoyati.